Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 20 million so'mgacha bo'lgan yangi to'lovlar, yo'qilg'i keshbeki va prezident tomonidan e'lon qilingan qo'llab-quvvatlash choralaridan kimlar foydalanishi mumkin? Kimlar esa kutmasligi kerak? Bu ma'lumot deyarli har bir oilaga tegishli. Kimdir ijtimoiy yordam oladi, kimdir avtomobilda yuradi, kimdir farzandi maktabga olib boradi, kimdir ishga qatnaydi, kimdir taksichilik qiladi. Kimdir esa kommunal va transport xarajatlari oshib borayotgandan xavotirda. Men bugun gapni aylantirmayman. Agar siz bu yangiliklarni to'g'ri tushunsangiz, kerakli yordamni ola olmay qolishingiz, ariza berish muddatini o'tkazib yuborishingiz yoki sizga tegishli bo'lmagan to'lovni kutib vaqt yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu kanalda oddiy odam uchun eng muhim iqtisodiy, ijtimoiy va to'lovlarga oid yangiliklarni sodda tilda tushuntirib boraman. Avvalgi tartibda ko'pchilik aholining yordam olish mexanizmi ancha murakkab ko'rinardi. Odamlar ko'pincha mahallaga borardi. Temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari, ijtimoiy reyestr, kam ta'minlangan oila maqomi, nogironligi bor shaxslar bo'yicha alohida ro'yxatlar, pensiya va nafaqalar orqali yordam olishga harakat qilardi. Lekin amaliyotda bir nechta muammo bor edi. Birinchidan, hamma ham qaysi yordamga haqli ekanini bilmasdi. Masalan, bir oilada 3 nafar bola bor. Ota vaqtincha ishsiz, ona uyda bolaga qaraydi. Lekin ular o'zlarini kam ta'minlangan sifatida ro'yxatdan o'tkazishmagan. Natijada ular bir necha oy davomida yordam ololmasdan yashab kelgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, transport va yo'qilg'i xarajatlari alohida og'riqli masalaga aylandi. Benzin, gaz, dizel narxi yoki umumiy avtomobil xarajatlari oshsa, bu faqat haydovchining muammosi emas. Chunki yo'qilg'i qimmatlashsa, taksi narxi oshadi, mahsulot tashish narxi oshadi. Bozordagi sabzavot, meva, qurilish materiali, hatto non yetkazib berish xarajatlari ham ko'tarilishi mumkin. Demak, yo'qilg'i masalasi butun bozor narxlariga ta'sir qiladi. Uchinchidan, yordamlar ko'pincha umumiy e'lon qilinadi, lekin odamlar bu menga tegishlimi yoki yo'qmi degan savolga aniq javob topa olmaydi. Masalan, 20 million so'm to'lanadi degan gapni eshitgan odam darhol o'ylaydi. Demak, hamma olarkan. Aslida esa bunday to'lovlarda doimo mezon bo'ladi. Kimga beriladi? Qaysi muddatda beriladi? Qaysi hujjat kerak? Qaysi platforma orqali aniqlanadi? Daromad tekshiriladimi? Avtomobil egasi bo'lish shartmi yoki yo'qmi? Cashback qanday hisoblanadi? Endi o'zgarish nimada? O'zgarish shundaki, davlat aholining aniq qatlamlariga maqsadli yordam berish tizimini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Ya'ni umumiy gap bilan hammani qo'llab-quvvatlaymiz emas. Balki aniq toifa, aniq summa, aniq mexanizm. Bir tomonda pul to'lovi, ikkinchi tomonda yo'qilg'i keshbeki yoki xarajatning bir qismini qaytarish tamoyili. Bu yondashuvning ma'nosi shuki, odam xarajat qilganida ma'lum shartlarga mos kelsa, unga xarajatning bir qismi qaytarilishi mumkin. Bu nafaqat ijtimoiy yordam, balki iqtisodiy bosimni yumshatish vositasi ham hisoblanadi. Eng avvalo, 1 million so'm degan raqamni to'g'ri tushunish kerak. Bu har bir fuqaro avtomatik tarzda 1 million so'm oladi degani emas. Odatda bunday to'lovlar ma'lum toifadagi fuqarolar uchun belgilanadi. Masalan, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bor shaxslar, bolali oilalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar, ayrim hududlarda yashovchilar, ishidan ayrilgan yoki daromadi keskin kamaygan fuqarolar kabi guruhlar bo'lishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Eng katta xato odamning o'zini ro'yxatda bor deb o'ylashi, lekin aslida tizimda ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishidir. Keling oddiy misol qilamiz. Toshkent viloyatida yashovchi oila bor. Ota oyiga 2. 5 million so'm norasmiy daromad topadi, ona ishlamaydi, 2 nafar bola maktabda o'qiydi, 1 nafar bola bog'chaga boradi. Ular uy-joy ijarada turadi. Bu oilaning haqiqiy xarajatlari yuqori, ijara 1 million so'm, oziq ovqat 2 million so'm, transport 500 ming so'm, kommunal to'lovlar 400 ming so'm. Daromad esa yetmaydi. Lekin agar ular rasmiy tizimda kam ta'minlangan deb tan olinmagan bo'lsa, yordam avtomatik kelmasligi mumkin. Shuning uchun bunday oilaga birinchi maslahat, mahallaga boring, oilaning holati bo'yicha ma'lumotlarni aniqlang. Ijtimoiy himoya milliy agentligi yoki tegishli ijtimoiy xizmatlar orqali ro'yxatda turish-turmasligingizni tekshiring. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi fuqaro taksichilik qiladi. Uning asosiy xarajati yo'qilg'i. Kuniga o'rtacha 120 ming so'mlik gaz yoki benzin ishlatadi. Oyiga bu 3 million so'mdan oshib ketadi.
Agar yo'qilg'i bo'yicha cashback mexanizmi joriy qilinsa, bunday odam uchun bu juda sezilarli yordam bo'lishi mumkin. Masalan, xarajatning 5% qaytarilsa oyga 1,000 so'm, 10% qaytarilsa 300 ming so'm. Ayrim cheklangan limit bilan 4-5 ming so'mgacha qaytishi mumkin. Lekin bu yerda muhim savollar bor. Cashback faqat bank kartasi bilan to'laganda beriladimi? Faqat ma'lum yo'qilg'i shoxobchalarida ishlaydimi? Avtomobil fuqaroning nomida bo'lishi kerakmi? Bir oyda limit bormi? Taksichilar va oddiy haydovchilar uchun shartlar bir xilmi? Mana shu savollarga javobni rasmiy tartibdan ko'rish kerak. 3-misol. Qashqadaryoda bir oila bor. Avtomobili yo'q. Ular avtobusda yuradi, lekin oziq-ovqat narxi oshgandan qiynaladi. Ular yo'qilg'i cashbackini eshitib, bizga tegishli emas ekan deb o'ylashi mumkin. Lekin bu oilaga boshqa to'lovlar tegishli bo'lishi mumkin. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ijtimoiy kontrakt, bandlik dasturlari, kasb o'qitish, subsidiyalar. Shuning uchun yo'qilg'i cashbackka alohida yo'nalish, 2 million so'mlik to'lov esa alohida yordam bo'lishi mumkin. Ularni bir-biriga aralashtirmaslik kerak. 4-misol. Bir pensioner bor, o'zi yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. U pensiya oladi, lekin dori-darmon xarajatlari juda ko'p. Agar yangi to'lovlar ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun bo'lsa, pensioner ham albatta o'z holatini tekshirishi kerak. Chunki ayrim yordamlar faqat yosh oilalarga emas, balki yakka-keksalar, nogironligi bor fuqarolar, parvarishga muhtoj shaxslar uchun ham belgilanadi. Lekin pensionerning faqat pensiya olishi avtomatik tarzda qo'shimcha to'lov olishni kafolatlamaydi. Uning ijtimoiy holati, daromadi, oilaviy sharoiti, mulki, tibbiy ehtiyoji ham hisobga olinishi mumkin. Bu yerda kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda daromadi past, bolalari ko'p, ijara yoki dori xarajati katta, nogironligi bor a'zosi mavjud. Ish bilan ta'minlanmagan yoki norasmiy ishlayotgan oilalar o'z holatini tekshirishi kerak. Chunki ular ko'pincha yordamga haqli bo'ladi, lekin hujjat va ro'yxat sababli chetda qolib ketadi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar oilangizning rasmiy daromadi yuqori bo'lsa, sizda bir nechta mulk, qimmat avtomobil, barqaror ish, yuqori oylik mavjud bo'lsa, ijtimoiy to'lov sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Lekin yo'qilg'i cashback umumiy haydovchilar uchun joriy etiladigan mexanizm bo'lsa, unda daromad mezoni emas, xarid mexanizmi, karta orqali to'lov, avtomobil ma'lumoti va limitlar muhim bo'ladi. Yo'qilg'i cashbackini ham oddiy tilda tushuntiraman. Cashback bu siz sarflagan pulning bir qismini qaytarish degani. Masalan, siz 300 ming so'mlik benzin oldingiz. Agar 5% cashback bo'lsa, 15 ming so'm qaytadi. Agar oy davomida 2 million so'mlik yo'qilg'i olsangiz, 5% bilan 1 ming so'm qaytadi. Lekin amalda odatda limit bo'ladi. Masalan, bir oyda faqat 1 million so'mgacha xarajatdan cashback berilishi mumkin yoki bir avtomobilga. Bir karta egasiga, bir fuqaroning JSHIR raqamiga limit qo'yilishi mumkin. Buning sababi byudjet mablag'ini nazorat qilish va suiiste'molning oldini olishdir. Nega davlat cashback tizimini tanlashi mumkin? Chunki to'g'ridan-to'g'ri hammaga pul tarqatish qimmat va noaniq bo'ladi. Cashbackda esa odam haqiqatan yo'qilg'i xarid qilgan bo'lsa, shundan keyin qo'llab-quvvatlanadi. Bu tizim naqd pul aylanishini kamaytirishi, bank kartasi orqali to'lovlarni ko'paytirishi, yo'qilg'i shoxobchalaridagi hisob-kitobni shaffoflashtirishi ham mumkin. Ya'ni bu faqat yordam emas, balki iqtisodiy tartibni ham kuchaytiradigan mexanizm. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Ko'pchilik aynan shu yerda xato qiladi. Birinchi nozik jihat. Rasmiy e'lon bilan ijtimoiy tarmoqlardagi mish-mish bir xil emas. Telegram, Instagram yoki mahalla chatida hamma 50 million olarkan degan xabar tarqalishi mumkin. Lekin haqiqiy tartib faqat rasmiy manbalarda bo'ladi. Prezident qarori, hukumat qarori, vazirlik yoki agentlikning rasmiy izohi, Maydon.uz, ijtimoiy himoya organlari, soliq yoki bank tizimlarining rasmiy xabarlari. Men doim tavsiya qilaman. Avval manbani tekshiring, keyin harakat qiling. Ikkinchi nozik jihat, to'lov avtomatik tushadimi yoki ariza kerakmi? Ba'zi yordamlar avtomatik tayinlanadi. Chunki davlat bazalarida fuqaroning daromadi, bolalar nogironlik holati, pensiya ma'lumoti bor. Ba'zi yordamlar uchun esa ariza berish kerak bo'ladi. Agar ariza kerak bo'lsa, meni o'zi topib olishadi deb o'tirish noto'g'ri. Masalan, bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki ijtimoiy reyestrga kiritish bo'yicha sizdan ariza, pasport ma'lumoti, oila tarkibi, daromad ma'lumotlari, yashash joyi bo'yicha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Uchinchi nozik jihat bank kartasi va nomuvofiqlik. Agar to'lov bank kartasiga tushadigan bo'lsa,
karta aynan yordam oluvchi shaxs nomida bo'lishi kerak bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda boshqa odamning kartasini ko'rsatish to'lov kechikishiga yoki rad etilishiga sabab bo'ladi. Yo'qlik keshbekida esa karta bilan to'lov qilinmasa, keshbek hisoblanmasligi mumkin. Masalan, siz yo'qligini naqd pulga oldingiz, keyin nega menga keshbek tushmadi deb so'raysiz. Javob oddiy. Tizim sizning xaridingizni ko'rmagan bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat yo'qligi shoxobchasining tizimga ulanganligi. Hamma joyda bir xil ishlamasligi mumkin. Keshbek mexanizmi ishga tushsa, faqat rasmiy ro'yxatdagi yo'qlik shoxobchalari, fiskal chek beradigan savdo nuqtalari, bank terminali orqali to'lov qabul qiladigan joylar bilan ishlashi ehtimol. Agar siz chek olmasangiz, to'lov terminaldan o'tmasa yoki shoxobcha noto'g'ri faoliyat yuritsa, keshbek masalasi muammo bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat bitta avtomobilga bir nechta odam keshbek olishga urinishi. Masalan, oilada bitta mashina bor, lekin yo'qligini ota ham, o'g'il ham, aka ham turli kartadan oladi. Agar tizim avtomobil davlat raqami, texnik pasport yoki karta egasi bilan bog'lansa, keshbek faqat ma'lum shaxsga hisoblanishi mumkin. Shuning uchun keshbek qoidasi chiqqanda xarid qiluvchi kim bo'lishi kerak degan savolni albatta tekshirish kerak. 6-nozik jihat to'lovni olish uchun sizdan pul so'rashsa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Juda muhim ogohlantiraman. Hech kim sizga EBI million so'm olish uchun avval 1000 so'm xizmat haqi tashlang. Karta raqamingizni, SMS kodingizni yuboring, bo'tqa pasportingizni to'liq rasmiy olib jo'nating desa, ehtiyot bo'ling. Davlat to'lovlari uchun SMS kod so'ralmaydi. Bank kartangizning orqa tomonidagi kod, SMS tasdiqlash kodi, parol, ilova loginni hech kimga bermang. Aks holda yordam olaman deb hisobingizdagi puldan ayrilib qolishingiz mumkin. 7-nozik jihat daromadni yashirish. Ayrim fuqarolar yordam olish uchun daromadini yashirishga urinadi. Lekin bugungi kunda soliq, bank, kadastr, avtomobil, pensiya, ish haqi va boshqa ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan bog'lanib bormoqda. Agar siz rasmiy ravishda yuqori daromadga ega bo'lsangiz yoki katta mulkingiz bo'lsa, tizim buni ko'rishi mumkin. Noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik to'lovni qaytarish majburiyati yoki javobgarlikka olib kelishi mumkin. 8-nozik jihat vaqt masalasi. Ko'plab yordamlar ma'lum muddatda beriladi. Masalan, ariza 1 oy ichida topshirilishi kerak yoki to'lov faqat ma'lum davr uchun ajratiladi yoki keshbek har oyning oxirida hisoblanadi. Siz bugun harakat qilmasangiz, keyin nega menga tushmadi degan savolga javob oddiy bo'ladi. Muddat o'tib ketgan. Shu sabab men tomoshabinlarga doim aytaman. Rasmiy tartib chiqqan kuni yoki e'lon qilingan haftada tekshirib qo'ying. 9-nozik jihat propiska va haqiqiy yashash joyi. Ba'zan odam bir viloyatda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Ijtimoiy yordam bo'yicha tekshiruvda aynan qayerda yashayotganingiz, oilangiz tarkibi, mahalla ma'lumoti muhim bo'lishi mumkin. Agar siz Toshkentda yashab, ro'yxatingiz Farg'onada bo'lsa, ariza qayerga beriladi? Kim tekshiradi? Qaysi mahalla javob beradi degan savollar tug'iladi. Buni oldindan aniqlang. 10-nozik jihat. 1 million so'm bir martalik to'lovmi yoki davriy to'lovmi? Juda katta farq bor. Bir martalik to'lov degani bir marta beriladi va tugaydi. Davriy to'lov esa har oy, har chorak yoki ma'lum muddat davomida berilishi mumkin. Agar e'londa 2 million so'mgacha deyilsa, bu hamma aynan 5 million oladi degani emas. Garchi so'zi miqdor holatga qarab farq qilishi mumkinligini bildiradi. Kimdir 500 ming olishi, kimdir 1 million, kimdir 1 million olishi, kimdir umuman olmasligi mumkin. Birinchi qadam. Rasmiy manbani tekshiring. Prezident qarori yoki farmoni, hukumat qarori, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Energetika vazirligi, Soliq qo'mitasi, banklar yoki MyBoggov. Uz orqali e'lon qilingan ma'lumotlarni ko'ring. Agar xabar faqat noma'lum kanalda chiqqan bo'lsa, unga ishonib hujjat yubormang. Ikkinchi qadam, oilangiz holatini baholang. Oila tarkibi nechta odam? Rasmiy daromad qancha? Bolalar soni nechta? Nogironligi bor shaxs bormi? Pensioner bormi? Ijara to'laysizmi? Ishsiz a'zo bormi? Tibbiy xarajatlar katta emasmi? Mana shu savollarga javob yozib chiqing. Chunki mahallaga yoki ijtimoiy xizmatga borganingizda umumiy gap emas, aniq ma'lumot kerak bo'ladi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSHR raqami, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha hujjat, daromad haqida ma'lumot, bank karta ma'lumoti, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, ijara shartnomasi yoki yashayotgan joyingizni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin.
har doim asl hujjat va nusxasini tayyorlab qo'ygan yaxshi. 4-qadam mahalla yoki ijtimoiy xizmatga murojaat qiling. Agar siz ijtimoiy yordamga haqli deb o'ylasangiz, mahalladagi mas'ul xodimga yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Shunchaki menga pul kerak demang, aniq yozing. Oilamda nechta kishi bor? Daromadimiz qancha? Qanday xarajatlarimiz bor? Qaysi yordam turi bo'yicha tekshirishingizni so'rayman. Ariza berganda xirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlab qo'ying. 5-qadam. MyBKQ uz va bank ilovalarini tekshiring. Ko'p xizmatlar elektron shaklga o'tmoqda. Agar cashback bank kartasi orqali bo'lsa, bank ilovasida maxsus bo'lim paydo bo'lishi mumkin. Agar davlat xizmati orqali ariza topshirish imkoniyati bo'lsa, MyBKQ orqali tekshiring. Elektron raqamli imzo yoki OnID hisobingiz bo'lsa, bu ishlarni osonlashtiradi. 6-qadam. Yo'qilg'i cashback uchun to'lov odatingizni tartibga soling. Agar tartib karta orqali to'lovni talab qilsa, yo'qilg'ini naqd emas. Karta orqali oling. Har safar fiskal chek so'rang. Qaysi shoxobchalarda cashback ishlashini tekshiring. Bir oyda qancha yo'qilg'i xarajat qilayotganingizni yozib boring. Masalan, haftasiga 300 ming so'm sarflasangiz, oyiga 2 million so'm bo'ladi. Agar limit 20 million bo'lsa, ortiqcha 200 mingdan cashback tushmasligi mumkin. Shuni oldindan bilsangiz, pulingizni rejalashtirasiz. 7-qadam. Karta va telefon xavfsizligini saqlang. Sizga kelgan SMS kodini hech kimga aytmang. Davlat to'lov tushirish uchun kod kerak desa, bu albatta shubhali. Rasmiy idora hech qachon bank kartangiz parolini so'ramaydi. Agar shubhali havola kelsa, bosmang. Faqat rasmiy sayt va ilovalardan foydalaning. 8-qadam. Rad javobi kelsa, sababini so'rang. Ko'pchilik rad etilgach, hammasidan voz kechadi. Aslida siz rad sababi bilan tanishishga haqlisiz. Balki hujjat yetishmagandir. Daromad noto'g'ri ko'rsatilgandir. Oila tarkibi yangilanmagandir. Bank kartasi mos kelmagandir. Sababni bilsangiz, tuzatish imkoniyati bo'ladi. 9-qadam. Qo'shnilardan emas, mutaxassisdan so'rang. Mahalla chatida bir odam men oldim, boshqasi menga tushmadi dedi. Bu sizning holatingizga javob bermaydi. Har bir oilaning sharoiti boshqacha. Shuning uchun mahalla mas'uli, ijtimoiy xodim, bank operatori, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy kol markazdan so'rang. 10-qadam. O'z byudjetingizni qayta hisoblang. Ilgari bo'yi million so'm yordam bo'lsa ham, bu muammoni to'liq hal qilmasligi mumkin. Uni birinchi navbatda eng zarur xarajatlarga yo'naltiring. Oziq-ovqat, dori, kommunal qarz, bolalar ehtiyoji, transport. Cashback tutsa, uni darhol sarflab yubormasdan, keyingi yo'qilg'i yoki muhim xarajat uchun ajrating. Yordamning maqsadi vaqtincha yengillik berish, lekin oilaviy moliyani tartibga solish ham muhim. Men yana bir muhim narsani alohida aytaman. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, uzoq muddatda rasmiy daromadga o'tish haqida o'ylang. Chunki davlat yordamlarida ham, kredit olishda ham, subsidiya olishda ham, pensiya hisoblashda ham rasmiy ma'lumot juda muhim. Bugun norasmiy ish qulay tuyulishi mumkin, lekin ertaga yordam. Kredit yoki pensiya masalasida sizga zarar bo'lishi mumkin. Yana bir amaliy misol. Deylik, siz oyiga 1 million so'm topasiz, lekin oilangizda 5 kishi bor. Har oy 20 million so'm yo'qilg'iga, 2 million so'm oziq-ovqatga, 700 ming so'm kommunal va aloqa xizmatlariga, 500 ming so'm bolalar xarajatiga ketadi. Daromad deyarli tugaydi. Agar sizga 21 million so'm bir martalik yordam berilsa, uni 3 qismga bo'lish mumkin. 700 ming oziq-ovqat, 500 ming kommunal yoki qarz, 300 ming favqulodda ehtiyoj. Agar yo'qilg'idan 100-200 ming so'm cashback tushsa, uni keyingi oy transport xarajatiga qo'ying. Shunda yordam faqat bir kunda yo'qolib ketmaydi. Balki oilaviy bosimni biroz kamaytiradi. Yana bir holat, agar siz taksichi bo'lsangiz, yo'qilg'i cashback siz uchun daromad emas, xarajatni kamaytirish vositasi. Masalan, kuniga 1 ming so'm yo'qilg'i ishlatsangiz, oyiga dartirga 1 million so'm bo'ladi. Agar 5% qaytsa, 2-25 ming so'm. Bu sizning sof foydangizni oshiradi, lekin faqat tartibga rioya qilsangiz, karta orqali to'lash, chek olish, limitni bilish, rasmiy shoxobchadan foydalanish. Agar siz naqd to'lasangiz yoki hujjatsiz ishlasangiz, imkoniyatdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Demak, asosiy fikr shuki, 5 million so'mgacha bo'lgan to'lov va yo'qilg'i cashback juda muhim yangilik, lekin uni hamma avtomatik oladi deb tushunmaslik kerak. Kim oladi, qancha oladi, qachon oladi va qanday shart bilan oladi? Bularning barchasi rasmiy tartibga bog'liq. Sizning vazifangiz esa oddiy. Rasmiy manbani tekshirish, hujjatlarni tayyorlash, oilaviy holatni aniqlash.
kerak bo'lsa ariza berish, bank kartasi va to'lov xavfsizligini nazorat qilish. Men sizga ekspert sifatida eng muhim ogohlantirishni yana bir bor aytaman. SMS kod bermang, noma'lum havolaga kirmang, to'lov chiqarib beraman degan odamlarga pul bermang. Davlat yordami shaffof tartib orqali olinadi. Firibgarlar orqali emas. Agar sizning oilangizda daromad past bo'lsa, bolalar ko'p bo'lsa, nogironligi bor shaxs bo'lsa, ijara va dori xarajatlar katta bo'lsa, albatta o'z holatingizni tekshiring. Agar avtomobilda yursangiz, yo'qilg'i keshbeki qoidalarini diqqat bilan kuzating. Xaridlaringizni karta orqali va chek bilan amalga oshirishga tayyor turing. Izohlarda yozing. Sizningcha 1,1 million so'mlik yordam va yo'qilg'i keshbeki aholiga real yordam beradimi? Siz qaysi toifaga kirasiz? Ijtimoiy to'lov kutyapsizmi? Yoki yo'qilg'i keshbeki siz uchun muhimmi? Fikringizni yozing. Chunki men keyingi videolarda aynan sizlarning savollaringiz asosida yanada aniqroq tushuntirishlar beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqing. Shunda muhim to'lovlar, nafaqalar, subsidiya va iqtisodiy yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz.